Barchaga assalomu alaykum do'stlarim. Men Yulduz, Turkiyada kampir qarayman. Mana shu jaket meni birinchi qilgan ishim. Mana shunaqa kurchuk oldim. Bu kurchuklarda razmeri bo'lar ekan. 3,5 dan olsangiz, to'qishga qiziqqanlar, to'qishni o'rganmoqchi bo'lganlar juda ham yaxshi normallikka. Mana shunaqa 3 ta ip oldim bozorga borib. O'g'ilchamga bundan jaket to'qimoqchiman. Birinchi ishim o'zimni bitta to'qilgan jinfirimni so'tib jaket to'qidim. Juda ham chiroyli chiqdi, lekin jaket to'qishdan oldin piyatga to'qimoqchi bo'ldim oyog'imga. Juda ham harakat qildim. Ishoninglar, hech ham piyatga to'qishda epla olmadim. Keyin mana shu ipni, mana shu kurchukmi, spismi, buni otini bilmayman nima deb qo'yadi. O'shani oldimda uyga olib kelib jaket to'qidim. Juda ham chiroyli chiqdi. Agar chet davlatda bo'lsangiz, qaysidir davlatda kampir qarasangiz yoki biron ish qilib bo'sh vaqtingiz ko'proq bo'lsa, albatta sizga maslahatim nima deydi, to'qish qiling. To'qish juda ham odamni nima desam, stresslarga ketkazadi. Juda ham yaxshi narsa ekan. O'zim oldin hech qilmagan edim. Hozirgi kunda to'qiyapman. Vaqtim o'tganini bilmayman. O'sha narsa bilan ovunyapman. Ayniqsa chet davlatda yurib kampir qaraganlar, sizlarga juda ham nima desam, ermak. Juda ham yaxshi narsa. Ham uydagilaringizga ko'p narsalar to'qiysiz, o'zingiz uchun to'qiysiz, issiqqina turadi. Mana shu voynada sotib olgan ipimdan to'qigan jaketim. Endi buni yaqinda dugonam ketyapti. Xudo xohlasa Samarqandda olib borib bersa uyimdagilarga, buni o'g'ilchamga kiygizsa, bu 4-5 yosh uchun o'g'ilchamga kiygizsa, ko'raman qanaqa turadi, nima bo'ladi. Endi bu meni birinchi qilgan ishim. Bilmadim, o'zimga lekin juda ham yoqdi. Videoga unaqa chiroyli chiqmadi, lekin o'zimga juda ham yoqdi. Endi hozir kunda o'zimga to'qishni boshladim. O'zimga to'qib tugatsam, nasib qilsa, uni ham videoga qo'yib olib albatta internetga qo'yaman degan niyatlarim yo'q emas. Mana shu ipdan olgan edim 3 ta pachka. Bu jaketga 1 pachka-yu yana ozgina ketdi. 1,5 pachka ham ketmadi. 4-5 yosh bolachalarga. Endi buni qolganidan bilmadim, biron nimalar to'qiyman. 5-6 yosh bolaga to'qiymanmi, bilmadim. Borgunimcha bolacham 5-6 yosh bo'lib qolar, keyin o'shanga kiygizaman nasib qilsa. Shunaqa qilib do'stlarim, jaketimga baho berib keting. To'qishni bilganlar, to'qishni bilmaganlar sizlarga ajoyib maslahat. Albatta o'rganing, stresslar ketadi. Mazza qilib o'tirib to'qish qilasiz. Videolarim sizga yoqqan bo'lsa, albatta layklarni bosib keting. Keyingi videolarimda Xudo xohlasa, nasib qilsa, to'qishni boshidan ot-edo o'rgatib boshlayman. Men shu narsani otini aytish uchun rosa qiynaldim. Ba'zir borib magazinlardan topib oldim, ishoninglar. Bu narsani hech kim internetga qo'ymagan. Men alohida video qo'yib, to'qish uchun kerakli narsalar demadim. Mana shu spislarni, kurchuklarni ko'rsatmoqchiman. Kim to'qishni bilsa agar, ishimga baho berib keting. Keyingi videolarimda ko'rishguncha hammalaring Allohimga omonatsizlar. Sog' salomat bo'linglar. Meni kuzatganlaring uchun sizlarga kattakon rahmat.